O'zingizni hayotda baxtsizman deb yuribsizmi? Bu dunyoga boshqa mavjudot bo'lib emas, inson bo'lib kelganimiz o'zi bu juda katta baxt. O'shanga siz inson bo'lganligingizdan baxtli hissini tuyishingiz kerak, baxtliman deb o'zingizni his qilishingiz kerak. Ikkinchisi, siz hamisha orqangizdan ham, oldingizdan ham duo qiladigan duogo'ylaringiz siz uchun ertaga kech haqqingizga yaxshilik so'rayib turgan, xoh otangiz bo'lsin, xoh onangiz bo'lsin, xoh yaqinlaringiz bo'lsin, shu duogo'ylaringiz o'zi borligini o'zi yana bir ne'mat. Yoshligingizni eslang, otangiz sizga eng chiroyli kiyimlarni olib bergan, onangiz sizni eng chiroyli taomlar bilan siylagan. Yetuk inson bo'lib, hozir qaysidir mavqega yetib kelgan bo'lsangiz, sababi ular turibdi. Ota-onasi yo'q insonlar hamisha qalbi yarim turadi. Uni u bo'shliqni hech nima to'ldira olmaydi. Borligicha ularni e'zozlab, asrab avaylashimiz kerak. Yaxshi ulov olib berish qo'limizdan kelsa, bugun qilaylik, kutmaylik uni. Bugun skuterga yetsa, plyus bugun skuter olib bering. Sabab ular bugun bor, ertaga yo'q. Alloh qodir qilsin, eng oxirgi markablarni, eng oxirgi modellarini olib bering. Chunki shuncha makon, shuncha zamonda osuda, xotirjam yashab ketyapmizki, osmon musaffoligi uchun xotirjam o'tirganligimiz o'zi ne'mat. Xotirjam bo'lar ekanmiz, o'sha yurtimizda tinchlik bo'lar ekan, o'sha yurtimizda farovonlik bo'lar ekan. Oilamiz uyda, biz o'zimiz ishimizni qilalyapmiz xotirjam bo'lib. Agar mana shu xotirjamlik ne'mat olib qo'yilsa, kallaga hech nima sig'maydi. Birinchi navbatda eng katta ne'mat xotirjamlik. Keyin buni ustiga qilib berilyapti turgan imkoniyatlarimiz. Buni son sanog'i yo'q.